yoqtirgan bu erkak na kuchi, na obro'si bor. Hozir haqiqat haqida gapiryapman. Menda esa unda yo'q narsalar bor. Kuch, obro', pul, hamma narsa. Agar menga xo'p desangiz, uy, qimmatbaho mashina, hammasi sizniki bo'ladi. Ismingiz Huawei. Nahotki shunday chiroyli qiz ismimni eslab qolgan bo'lsa, bundan juda xursand bo'ldim. Keling, boshqa bir joyga borib suhbatlashsak. Ikkalamiz yolg'iz. Shart emas. Men faqat aniqlik kiritib oldim. Huawei. Nima, sen o'lishni istaysanmi? Huawei, sen ishdan bo'shatilding. Sen kimsanki meni ishdan bo'shatasan? Bugundan boshlab mana bu qizaloqni ikkinchi onasi Chin Haoning xotiniman. Sen qizim va erimni haqorat qilib xatoga yo'l qo'yding. Hurmatingni qilsa, hurmatingni bilmas ekansan. Direktor Haoni haqorat qilishga qanday hadding sig'di? Bugun Direktor Huo, ko'rib qo'y. Men kim ekanman? Bo'lish mumkin emas. Len Yihuaymisiz? Len xonim, men sizni tanimay qoldim. Ovozingni o'chir. Narsalaringni yig'ishtirib bu yerdan daf bo'l. Nega? Gapimni qayta takrorlamasligimni yaxshi bilasan. Wow, onam juda ham kuchli ekan. Xiyovchi, bema'ni gaplarni gapirma. Rahmat. Bugundan boshlab bir oilamiz. Bunaqa Nima? munosabatga hojat. Bu nima deganingiz? Turmush quramiz. Telvaga o'xshaydi. Ketdik Xiyovchi. Uyga qaytgach yana yegulik olib beraman. Ko'rinishingizga qaraganda xarakteringiz juda yaxshiga o'xshaydi. Sizga rostini aytsam, menga faqatgina turmush o'rtoq degan shaxs kerak xolos. Siz ham qizingizni doim siz bilan shunaqa qiyinchilik kunlarda yashashini istamasangiz kerak. Agarda men bilan turmush qursangiz, bugundan boshlab qizingiz Beyoduning malikasi bo'ladi. Dada, boshqalarning hammasida ona bor, faqat Xiyovchida yo'q. Men yaxshilab o'ylab olishim kerak. Men hali ukamni to'yiga qatnashishim kerak. Uni ustiga hujjatim ham yo'q. Xiyovchi olib kelgan. Endi xotirjamman. O'g'rilardan himoya qiladi-yu, uyni qo'riqlay olmaydimi? Kela qol. Hali ham o'sha gap. Bizni o'rtamizda faqatgina er-xotinlik maqomi bor xolos. Lekin siz Lin Hue guruhining ishlariga aralasha olmaysiz. Albatta men sizni moddiy ehtiyojlaringizni o'z imkoniyatim doirasida ta'minlayman va maqsadimga erishganimdan so'ng Umid ajrashamiz. qilamanki, uzoqqa cho'zilmaydi. Aytgancha, ukangizni to'yiga bormoqchi edingiz. Olib borib qo'yaymi? Bir necha qadamlik yo'l, shart emas. Yaxshiroq sovg'a tashkil qil va uni shaxsan o'zing olib borib topshir. Tog'amni qarindoshi ekan. Sovg'ani maqomi past bo'lmasligi kerak. Xo'p bo'ladi. Yura qol. Chin Yao, Kim uni taklif qildi? Chin Han unga hatto taklifnoma ham bermagan. O'zi yugurib kelgan bo'lsa kerak. O'zi ham juda ahmoqda. Uyda ovqat qilishga qurbi yetmay, uyalmay bu yerga tekinga yeb ichgani kelganini qarang. Bu ikki aka-uka. Biri janob Haoning sevimli ishchisi, ikkinchisi esa eshik qo'riqlaydigan it kabi. Chin Yao, bu yer seni joying emas. Kelin va kuyovni qarshi olinglar. Onajon, ko'ryapsizmi, Xiyaoxanning hayoti hozir juda ham yaxshi. Umid qilamanki, siz buni keyingi hayotda albatta bilasiz. Xiyaoxan, to'ying muborak bo'lsin. Sen nimaga kelding? Jonim, bu yer buncha sassiq.
qo'riqchilar qani? Qanday qilib qo'riqchilar bu yerga har xil odamlarni kiritishyapti? Tanimayman. Birorta tilamchi bo'lsa kerak. Giyohxon, sen